1-oktyabrdan boshlab skuter va moped haydovchilaridan avtoraqam va haydovchilik guvohnomasi talab qilinmoqda. Bu tartib kuryerlar va avtomaktablar faoliyatiga ta'sir qilmoqda. 2025-yil 1-oktyabrdan boshlab O'zbekistonda skuter va moped haydovchilari uchun yangi tartib kuchga kirdi. Endilikda avtoraqam va haydovchilik guvohnomasi talab qilinadi. Bu o'zgarish minglab fuqarolarga qanday ta'sir qilmoqda? Yangi qoidaga ko'ra barcha skuter va mopedlar davlat ro'yxatidan o'tkazilishi shart. Haydovchilar esa A1 toifali guvohnomaga ega bo'lishi kerak. Qoidani buzganlarga jarima solinadi, hatto transport vositasi musodara qilinishi mumkin. Kuryerlar eng ko'p ta'sir ko'rgan qatlam bo'ldi. Ularning aksariyati ro'yxatdan o'tmagan skuterlarda ishlaydi. Endi hujjatlarni rasmiylashtirish, imtihon topshirish va o'qish talab etiladi. Bu esa vaqt va mablag' talab qiladi. Avtomaktablar yangi talablar sababli haddan tashqari yuklama ostida. Maxsus guruhlar ochilmoqda, o'qituvchilar esa ortiqcha ish bilan band. Ba'zi maktablar skuter haydovchilari uchun alohida kurslar tashkil qilmoqda. Fuqarolar fikri ikki xil. Ba'zilar bu tartib xavfsizlikni oshiradi desa, boshqalar uni oddiy odamlar uchun ortiqcha yuk deb bilmoqda. Ayniqsa talabalar va keksa fuqarolar bundan aziyat chekmoqda. Rasmiylar bu tartib yo'l harakati xavfsizligini oshirish, tartibni mustahkamlash va noqonuniy harakatlarni kamaytirishga qaratilganini ta'kidlamoqda. Ba'zi ekspertlar muqobil yechimlar taklif qilmoqda. Imtiyozli ro'yxatdan o'tish, subsidiya asosida o'qitish yoki vaqtinchalik ruxsatnoma berish. Bu takliflar hali muhokama bosqichida. Yangi tartib haydovchilardan mas'uliyat va sabr talab qiladi. Ammo bu o'zgarishlar yo'llarda tartib va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Skuter haydovchilari hujjatlarini rasmiylashtirishni kechiktirmasliklari tavsiya etiladi.